Sudda erishgan natijamiz haqida bir qisqa video tayyorladik. Videoni ko'rib, video so'ngida fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Hurmatli raislik qiluvchi, himoyam ostidagi shaxsga nisbatan dastlabki tergov organi tomonidan Jinoyat kodeksining 207-moddasi birinchi qismida nazarda tutilgan jinoyat sodir etganlik holati bo'yicha ayblov e'lon qilingan. Mazkur Jinoyat kodeksining 15-moddasiga asosan ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan jinoyatlar tasnifiga kiradi. Jinoyat kodeksining 64-moddasiga ko'ra, ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan jinoyatlar sodir etilgan vaqtdan boshlab 2 yil o'tgan bo'lsa, shaxsni javobgarlikka tortish muddati, ya'ni jinoyat uchun javobgarlikka tortish muddati o'tishi belgilab o'tilgan. O'z o'rnida Jinoyat protsessual kodeksining 463-moddasi 3-qismiga ko'ra, sud o'sha quyidagi holatlarda jazo tayinlamasdan ayblov hukmi chiqarishi keltirib o'tilgan. Unga ko'ra, ayblanish tariqasida ishda ishtirok etishga jalb qilish bo'lgan shaxsni javobgarlikka tortish muddatlari o'tib ketgan bo'lsa, bevosita jinoyat ish hujjatlariga qaraydigan bo'lsak, himoyam ostidagi shaxs 2024-yilning 15-aprel sanasida moddiy javobgarlik lavozimidan ozod etilib, Jinoyat kodeksining 207-moddasida nazarda tutilgan o'sha jinoyatni subyekti bo'lmay qolgan. Shu sababli unga nisbatan jazo tayinlamasdan ayblov hukmi chiqarib berishingizni so'rayman.